Qaynonangizga kelinmas qiz bo'lishni xohlasangiz, shu 6 ta narsaga juda ham ahamiyatli bo'ling. Birinchisi, doimo tabiiy bo'ling. Oldinlarda chiroyli gapirib, orqalardan yomonlab yurmang. Soxtalik bir kun asl yuzini ko'rsatadi, shunda o'zingiz uyalib qolasiz. Ikkinchisi, har doim kulib turing. Hamma oila a'zolaringizga kulib, chiroyli muomalada bo'lsangiz, xuddi shuni sizga ham qaytarishadi. Hech qachon og'zingizdan so'kinish yoki haqorat so'zlari chiqmasin. Ayniqsa ovozingizni balandlatmang. Uchinchisi, hech qachon qizlik uyingizga talpinmang. Endi o'zingiz chin xonadoningizsiz. Yaxshi kuningiz ham, yomon kuningiz ham shu yerda o'tadi. Arazlab, urishib qolib, uyga ketaman degan taqdiringizda ham qaytib kelganingizda sizga bo'lgan hurmat yo'qolib qolishi haqida o'ylang. To'rtinchisi, o'zingiznikini o'tkazishga harakat qilmang. Doimo esingizda tursin. Birinchi siz u oilaga moslashasiz, keyin esa u oila sizga. Ular ko'pchilik, ularni har birini xarakterini o'rganib olsangiz, siznikini ham sekin-asta o'rganib olishadi. Beshinchisi, oyijoningiz bilan otajoningizga hech qachon gap qaytarmang. Ularga bo'lgan yaxshi munosabatingiz eringiz oldida sizni hurmatingizni oshiradi. Oxirgisi va eng shirin joyi, ayb ish qilganingizda oyijoningizni bitta shirin choyga taklif qiling. Uyda o'z qonlaringiz bilan birorta shirinlik pishiring.